Minecraft'ta 100 kun bu 30 soatga teng. Agar 1000 kun bo'lsa-chi, men bugun 1000 kun Minecraft o'ynab ko'rmoqchiman. Va men hozircha spawn bo'ldim. Spawn yaxshi, qishloqcha. Qishloqchani yaxshi ko'raman. Va bu yerda temir bosqiga mayli bo'laveradi. Eng muhim ovqat bor menda. Va bitta somon bor ekan, somonni oldim. Bitta juda ham yaxshi ekan. Va bu yerda yana bitta bor ekan. Bu qanday 13 ta obsidian va bitta olmos. Qilcham bor, juda ham yaxshi. Bu kerak bo'ladi hali menga. Xo'sh, qanundolg'a yana birontasi bor bo'lsa kerak bu yerda. Yana bitta. Chota bu to'layapti. Nechta? Mana shu 3-chi. Yana temir kirka. Omadim kelyapti nimagadir. Bilmadim, bu qanaqadir sit bo'lsa kerak. Menga chota bu sit yoqyapti nimagadir. Ajoyib ekan, qaranglar, cho'tki mana shu sit ham yana bitta, mana 4-chi. Xo'sh. Mana yana obsidian. Mayli, kerak bo'ladi. Bu juda ham ko'p kerak bo'ladi bunaqa narsalar. Hozir yana ozgina bu yerda qidirishim kerak. Xo'sh, bu yoqda ko'p chiqdim. Va yana bitta 5-chisi. Obunachilar, bu qanaqa omad? 5-chisi. Men endi bu sitni endi daftarchamga yozib qo'yaman, albatta ko'rishim uchun albatta. Bu sit juda ham menga yoqdi va qishloq ajoyib ekan. Men juda ham kuchayib ketdim va hozir o'zimga yana boshqa joyga kirishim kerak. Pleasure outpost. Va obunachilar, buzilgan kema topdim. Mana shuni oldida. Umid ovqat yaxshi. Menga sabzidan 6 sabzi yasab olaman. Bu yerda unaqa bor ekan, eshikni yopishga tunash kerak. Bo'ldi. Bu yerda yaxshi kitob ham bor ekan. Bu Travis. Bu bola unaqa ekan. Mayli, hozir buncha onda uxlab olaman. Bo'ldi. Endi men bu yo'lga yonimda ekan. Bu juda ham yaxshi. U yerda albatta juda ham kerak narsalar bo'ladi. Xo'sh, bu yerda endi qo'yq. Men xullas endi obunachilar ketdim endi shuni qilgani. Endi ozgina qoldi. Xo'sh. Men aytgancha men F3 hech qanaqa modlarsiz va cheatlarsiz qo'yishni o'rganib oldim. Bemalol qilsa bo'ladi. Shunga uchun sozlamalar qilish kerak ekan. Yana sizlar mod o'rnatib qiynalib bermanglar. Juda ham yaxshi. Va cho'tka ekan, xolos mayli. Yaqinlashib qoldik. Qishloq yo'qmikan mana shu yoqda? Xo'sh, yaxshi. Bu yer menga cho'ta yoqyapti. Bu sit juda ham ajoyib sit ekan va adashmasam shu yerda bo'lishi kerak. Umid qilay, bittada topdim. Yaxshi. Bu juda ham yaxshi bor ekan. TNT, temir, ovqat va nafas olish. Bu keraksiz. Dengiz yuragi. Juda ham kerakli narsa. Lekin hozir kerak emas, kerak bo'ladi. Mayli, endi hozir yana qaytishim kerak. U yerda yaxshiroq joy bor edi. Mayli, xullas, men obunachilar, men mana shu yerda baza qilishga qaror qildim va bu yerda olib kelgan nonlarni hammasini qilib olaman. Bu yerga neza unaqa qildim, portalga o'tish uchun. Xullas, ashada yaxshi ekan. Qani, bismillahir-rohmanir-rohim. Xo'sh. Qanaqa joy uchun ish qilib, bitta bastion chiqsa nima? Neza Fortress chiqsa vashi qolaman men. Xo'sh, qani? Mayli. Neza Fortress hozir yo'q ekan, lekin endi menlar buyam. Bu juda ham yaxshi. Endi menlar bo'lsa bo'laveradi. Xo'sh, bu yerda yo'qmi? Yo'q. Va obunachilar, menga ko'p narsa kerak. Hozir men Neza Fortress'ni topib Drakonni olsam, uni olmosli aslahalar yig'amiz, Gast. O'ta olmosli aslahalar protection'ga saqlangan kamiga Drakonni tezroq yengish kerak-da shunga. Iltimos olaman. Hozir menga ko'proq daraja kerak bo'ladi. Bu yerda esa ham oltin olaman, ham Neza Fortress qilaman, ham bu yerda daraja olaman. Bu ajoyib. Bittada 3 ta quyonni qilish va hozircha men 2-kun.
Bu ikkinchi kun judayam yaxshi o'tyapti. Men bu yerda judayam sokin, judayam yaxshi, lekin Neza judayam qiyin bedrock edishda. Javada вообще oson. Ko'p bo'lishing unaqa. Bu yerda esa daraja. Mana obunachilar, men Neza fotoskop topdim va bitta mod o'rnatdim. Bu yerga yo'qotib qo'ymash uchun judayam uzoqda ekan aslida. Pirglilarda anaqa savdolashgandim 17-daraja qildim va hozir mana bulardan ozgina tushavergan narsani qilishim kerak. Hozir uncha qo'rqmasam ham bo'ladi lekin. Chunki o'lib qolsam qaytadan paydo bo'la olmayman ona mod unaqa orqali. Xo'sh, va bo'ldi. 18-chi. Juda ham ko'p daraja tushar ekan mana shunaqalardan. Jonim. Yaramasa, qani tushdimi? Bo'lsa effekt qo'yishim kerak. Juda ham yomon. Va o'lishga bular. Mayli, endi hozir o'lsam o'lib ketaveraman. Blok ham qo'yib bo'lmaydi. Mayli, bo'ldi, blok yo'qizdim. Hozir blok bormi? Blok qo'yib kerakli. Obsidian bor ekan. Obsidian. Bo'ldi. Bo'ldi. Jonim saqlab qoldi. Mayli endi. Bitta obsidian qo'ydimmi deyman-da. Qanaqasiga o'ldi bu? Skeleton? Unaqani juda ham o'tolmaydi, bloklar juda ham. Juda ham bo'ldi. Mana endi obunachilar, endi mana shuncha topdim. Kakas 9 ta bo'lgan ekan, 7 yetadi. Endi men obunachilar qaranglar. Men mana shu yerdan unaqa qilmoqchiman. Mana bu vachkalarni o'ldirib, ko'proq unaqa qilmoqchiman-da. Drakon tezda yengib 50 tani olish kerak. 50 tadan esa juda ham ko'p narsa qilishimiz mumkin. Va men bu Minecraft Mew'da juda ham ko'p Minecraftda hamma moblarni xudo Kavsga o'xshab yoki SB337 ga o'xshab hamma joy cho'tki qilib, cho'tki minolar qilib, men oldin bundan ham zo'r narsalar qilganman, lekin sizlarga ko'rsatmaganman. O'zim qilgan bitta videoyim ham bor, ko'rib ko'rsanglar, juda ham ajoyib. Va bugungi video mana shu yerda tugaydi. Agar mana shu videoga hatto 5 ta like yig'ib bersanglar, keyingi video 100% chiqadi. Va men keyingi videoda albatta Drakonni mag'lub etaman. Bu juda ham oson bo'ladi. Keyin men Minecraftdagi barcha narsalar, minoralar quraman.